Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qishga qabul e'lon qiladi. Aziz yurtdoshlar, farzandingizda iste'dod, iqtidor, qobiliyat bormi? Unda Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabiga olib keling. Maktabimizda 2026-2027 o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarini 4-sinfini tamomlagan o'g'il-qizlarni musiqa yo'nalishida 5-sinfga hamda 9-sinfni tamomlaganlarni 10-sinfga qabul qilinadi. Jumladan, musiqa yo'nalishiga fortepiano ijrochiligi, torli cholg'ular ijrochiligi, damli va zarfli cholg'ular ijrochiligi, estrada cholg'ulari ijrochiligi, xalq cholg'ulari ijrochiligi, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, musiqa nazariyasi, xor dirijyorligi mutaxassisliklariga qabul qilinadi. Umumta'lim maktablarning 8-9-sinf bitiruvchilarini 9 va 10-sinflarga san'at yo'nalishiga qabul qilinadi. Bunda xalq raqsi ijrochiligi, tasviriy va amaliy san'at yo'nalishi bo'yicha madaniy ma'rifiy tadbirlarni badiiy bezash mutaxassisligi, aktyorlik san'ati yo'nalishi bo'yicha musiqali teatr aktyorligi, drama teatri va kino aktyorligi, ommaviy bayramlar va teatrlashtirilgan tomoshalar rejissyorligi, qo'g'irchoq teatr aktyorligi hamda askiya san'ati mutaxassisliklari bo'yicha o'qitiladi. Kirish imtihonlari ijodiy hamda test sinovlari orqali amalga oshiriladi. O'qish davomiyligi musiqa yo'nalishida 7 yil, san'at yo'nalishida 3 yilni tashkil qiladi. Maktabda keng va shinam sinf xonalari, konsert zali, sport zali, kutubxona, oshxona, yotoqxona mavjud bo'lib, malakali va tajribali pedagoglar tomonidan professional ta'lim beriladi. Ta'lim olish mutlaqo bepul. Maktab bitiruvchilariga davlat namunasidagi diplom va o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi beriladi. Hujjatlar 1-iyundan 30-iyunga qadar qabul qilinadi. Bizning manzil Farg'ona shahri, Qomus ko'chasi 31A uy, mo'ljal Buyuk Ipak yo'li banki ro'parasida. Qabulga doir batafsil ma'lumotlarni quyidagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. 90 kodi bilan 632 12 34, 99 kodi bilan 849 69 62. Kelajagingizni san'at bilan yarating. Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabi iste'dod va mahorat maskani.